Mimo va Ay. Tərcümə qılğıcı Səhər. Hikayemizдің қahramanı Mimo isimlik oğul bala. Mimo'nun boyu bakar çünkü o bir küçük bala. Mimocanның anısı eytar bu hikayeni. Mimodek bakar emas, qarang uzundur onun boyu. Mimo'nun arzusu anısını xush qilish edi. Anısının yürəkidək yoğan, anısının quchqidək illiq, anısının külkisidək tatlıq, isil bir soğat eliş edi. Hər kimning anısı faqat bir tal emasmı? Asmandaki orğaq ay isil soğat emasmı? Ayni kim üzüp berer? Şuncha giz asmandın, yığlarmı Mimocan aygı boyu yetmesdin. Kichik Mimo dedi dadısıga, "Meni olsang boynunga, gepim gep sangmı buyurman aydın bir parça." Dadısı ma'qul dedi, Mimoni üstiga aldı, ama yenal quli yetmedi, çünkü Mimo kichik edi. Kichik Mimo dedi tuqqanlariga, "Bizni olsanglar boynunglarga, gepimiz gepsilergimi birimiz aydın bir parça." Tuqqanlar qulini tutuşdu. Dadısı üstüge çıktı. Ama yana quli yetmedi, çünkü Mimo kichik edi. Kichik Mimo dedi qo'shnilarga, "Bizni olsanglar boynunglarga, gepimiz gepsilergimi birimiz aydın bir parça." Qo'shnilar qo'lini tutuşdu. Tuqqanlar mo'riga chiqdi. Dadısı üstüge chiqdi. Ama yenil bo'yi yetmedi, çünkü Mimo kichik edi. Kichik Mimo dedi natunuşlarga, "Bizni olsanglar boynunglarga, gepimiz gepsilergimi birimiz aydın bir parça." Natunuşlar qo'lini tutuşdu. Qo'shnilar mo'riga chiqdi. Tuqqanlar üstüge chiqdi. Ang üstüge dadısı chiqdi. Kichik Mimo dedi ki, "Voy voy, adam ko'pgina. Hammasiga bir parça bersem, anamga qolmasmı faqat ozgina?" Kichik Mimo parishon bo'ldi. Ko'z yoshlari to'kilib ketdi. Qaror qilib chiqdi yo'lga, uchrab qolar deb qarmoq va shota. Yo'l yurdi, mo'l yurdi, soatlar o'tdi. Yo'l yurdi, mo'l yurdi, kunlar o'tdi. Yo'l yurdi, mo'l yurdi, voy voy, bir oy bo'pti-ku. Kichik Mimochaq dunyoni gezdi. Ketib yetib do'mlik bo'yida, tunib qoldi uyi yaqinla. Hayajondan to'ldi Mimo, chunki arg'anti put qo'llarimi. U borganda uyga, hamma chiqdi oldiga. Tuqqanlar, qo'shnilar, notunishlar, hattoki u boqqan kapsiz qushlar. Mimo o'z-o'ziga dediki, "Hammaylanga aydın berish kerak. Chuqum qulim yetidi. Qarindoshlar bo'lsa yaraylik." Mimo yamashdi. Vah, ajab yaxshi. Oxiri ayga quli yetdi. Mimo bakma hayron qoldi. Chunki ay bek cho'ng edi. Ay shunchalik cho'ng ediki, dadisiga, tuqqanlariga, qo'shnilariga, notunishlarga, hatto tig'i salla tijisa, ularning onasiga yetadigandak qiladi. Shunda qilib bizning Mimo sovg'a qilibdi onasiga ayning go'zal parchasini. Her kimning anısı faqat bir tal emasmi? Osmondagi o'rg'oq ay anga loyiq emasmi?